Bugun sizlar bilan hamma birdek yaxshi ko'radigan o'sha dunyoga mashhur San Sebastian cheesecake'iga shokolad qo'shib tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib xona haroratidagi krem cheese'ga saharning pudra solamiz va lopatka yordamida bir xil massaga keltirib olamiz. Ketidan tuxum, un, qaymoq va kakao solamiz. Cheesecake'ga shokolad massasini berish uchun eritilgan belgiyskiy shokolad yoki tayyor Nutella sousiyla ham bo'ladi. Barcha solingan mahsulotlarni mikserda emas, yaxshilab ruchnoy blenderda bir xil massaga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan massani pergamentli qolipga solib, jami 45 daqiqa davomida 3 xil gradusda pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan cheesecake'ni bir kun davomida xolodilnikda qoldiramiz va keyingini kesamiz. Paytdan foydalanib hamkasblarimizga o'zimizning restoranda ishlatadigan OSQ saboy pastularini tavsiya qilib ketmoqchiman, chunki ular juda ham sifatli. To'liq retsept va pastular haqida ma'lumotlar opisaniyada. Albatta bu shokoladli cheesecake'ni tayyorlab ko'ringlar. Xuddi shu retsept asosida shokoladsiz qilsanglar haqiqiy San Sebastian cheesecake ham o'xshab chiqadi. Yoki bemalol restoranimiz saytida zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Instagramda trendga chiqqan o'sha shokoladli mazali milka torti. Tuxum bilan shakarimizni oppoq bo'lguncha mikserda ko'pirtirib olamiz. Ketidan sut, o'simlik yog'i solib, bir mikser qilamiz. Ratsiqizil kakaoni elakdan o'tkazib, boyagi massamizga solib, bir mikser qilib, duxovkaga 45 minutga yuboramiz. Boy pishib chiqqan biskvitimizga sut bilan propitka qilib, turburcha shaklda kesib olamiz. Krem uchun quyultirilgan sut va qaymoq mikser qilamiz. Ganash uchun bir dona shokoladni eritib olamiz. Boyagi biskvitlarimizga krem surib, ustidan ganash qo'yib 2 soatga xolodilnikka qo'ysangiz, shunaqa mazali tort bo'ladi. Bu tortni shokoladni sevuvchilarga jo'natib qo'ying.